Hozir Telegramda bilasizlar, mashayniklar juda ham ko'payib ketgan. Ularning asosiy vazifasi nima edi? Sizlarning ma'lumotlaringizni o'g'irlash, ushbu ma'lumotlar orqali sizlarning rasmlaringizdan foydalanib shantaj qilish. Mana bunaqa mashayniklar ko'payibdi, o'rtoqlar, ehtiyot bo'linglar. Bizani oilaviy rasm endi tushgan izbrinniga qo'yilgan, qayerdan olgan bilmayman, mana shantaj qilib, o'zi anaqa saytlarga joylayman, nimadirlar qilaman, cho'ti tushunmay qoldim, nima qilish kerak bo'lani. Hozir mana nagli obrazim karta nomerlarigacha tashyapti. Qaranglar, oilaviy rasmingni nimadir 1 million so'rayapti. Qaranglar, oilaviy rasmingni shu ChatGPTdan montaj qilib deyapti, shu saytlarga joylayman deyapti. Shunaqa saytlar ham bormi? Shu kimlardir sharmanda qiladigan saytlar, mana buni qarang. Pul tushgach aytaman, mana buni qarang. Menimcha Toshkentlik bu isqirt haromxo'r, mana karta nomer orqali topsa bo'ladimi? Biladiganlar e'tiboringlar, iltimos sizlardan qanaqa bir yo'lini ko'rsatib yuboringlar. Bu iflosli haromxo'rlarni qaranglar, qotgan ishini, birovni oilasidagi rasmlardan foydalanib mana shunaqa narsalar joylayapti. Men ham bir maza qilib so'kib oldim, lekin foydasi bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman, lekin mana shu karta nomer orqali topsa bo'ladimi, yo'qmi, kim biladi, shuni e'tiboringlar, iltimos. Yoki mana bunaqa qarang. Nomeri chiqmaydi, mana bunaqa ID'si chiqyapti. Biladiganlar bo'lsa, iltimos sizlardan kommentariyada yozib yuborasizlarmi, lichkaga yozib yuborasizlarmi, nima qilish kerak bularni rovdiga olib borib topshirsa foydasi bo'ladimi? Uzog'i yarim soat kutaman, nagli ultimatum qo'ydi bu. Tushunarsiz korotchi bor-ku, qayerdan olgan buni izbrinida turgan rasmlarni nagli chiqarib beryapti-da, men shu yerda tarqatib yuboraman, sharmanda qilaman. Xullas, biladiganlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib tarqatib yuboringlar. Shuni mutasaddilarga yetib borsa xursand bo'lardik, qanaqadir yechimi bordir. Hozir so'nggi paytlar mashayniklar ko'payib ketgan. Ularning asosiy qiladigan ishi nima edi? Va aynan ular o'ljalarni qayerdan topadi? Albatta, Telegram guruh va kanallardan topadi. Telegram guruh kanallardan birinchi navbatda o'zini o'ljasini topishadilar. Avvalambor, mana shu o'ljalar asosan ayollar. Agar ularning Telegram profiliga tug'ilgan yili yoki bo'lmasam familiyasi va rasmlari bo'lsa, firibgarlarga bu juda ham qo'l keladi. Hatto firibgarlar mana shu sizning rasmingizni olib, maxsus botlar orqali, sun'iy intellekt botlari orqali sizni har bir rasmingizni sizda ishtirokisiz oladi. Ushbu sun'iy intellektga tashab, hattoki +18 videolarni tayyorlashga qodir ular. Shu bilan birga keyinchalik sizga noma'lum akkauntdan yozishadilar. Ushbu akkauntni ID'si ko'rinib turadi. Lekin aslini olganda u uning ID'si emas. Hozir shunaqa botlar chiqib ketgan, sizni ID'ingizni juda ham mukammal darajaga yoshiradi va boshqa bir insonning nomidan ID'sini ochib sizga yozadi. Va sizga qanaqadir silka tashlashi mumkin, silkadan tashqari qandaydir sirli rasm tashlashi mumkin yoki bo'lmasam APK fayl tashlashi mumkin. Ushbu APK fayl yoki bo'lmasa rasm yoki silkani ochdingizmi, demak 100% ishonavering, u sizni barcha kontaktlaringiz, tanishlaringizga yozishga to'g'ridan to'g'ri yo'l ochib bergan bo'lasiz. Keyinchalik ular sizni oila a'zolaringiz, onangiz, akangiz, ukangiz, ba'zi hollarda turmush o'rtog'ingizga sizni rasmlaringizni yuborishni boshlaydi. Yuborishdan oldin klassika bo'yicha sizdan ma'lum bir miqdorda pul talab qiladilar. Sodda bo'lmang, ular sizga karta raqamini tashagani bilan ko'p hollarda ular kashelyok bo'ladi. Ushbu kashelyoklar chet davlatlarda ochilgan kashelyoklar, ya'ni birovlarning nomiga ochilgan kashelyoklar bo'lishi mumkin. Undan tashqari, maxsus botlar orqali ushbu kashelyokning ma'lumotlari ko'rinmaydi. To'g'ridan to'g'ri siz kimga tashiyotganingizni hattoki o'zingiz ham bilmaysiz. Faqat u yerda raqamlar bo'ladi. Shuni e'tibor berish kerak, agarda firibgar sizga shantaj bilan pul tasha deyotgan bo'lsa, aslo tashay ko'rmang. Chunki firibgarlarning asosiy uslubi shu, ular baribir firibgar. Sizni qanchalar ko'p pulingizni olsa, ularga shunchalar yaxshi. Qisqacha qilib ochiqchasini aytib o'taman. Siz qaysidir guruhlarda, albatta noma'lum guruhlar, tungi tanishuvlar, tungi chatlar va shubhali chatlarga agar obuna bo'lib ularga kirib qo'ygan bo'lsangiz, demak ehtimoli shunchalar kattaki, firibgarlarning bazasi bor. Mana shu katta kanallarning adminlari mana shu firibgarlarga o'zining obunachilarning ID'larini va obunachilarning ma'lumotlarini deyarli 100% barchasi sotib kelishmoqda. Hattoki shunday narsalar mavjud, agar siz biror bir Telegram kanal ochsangiz va ushbu Telegram kanalingiz kelgusida juda ham auditoriyasi ko'p bo'lib rivojlanib ketsa, sizga birma-bir noma'lum insonlar taklif bilan chiqishni boshlaydi. Albatta bu holatlarni o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Noma'lum akkauntdan chiqadilar-da, ular aytadilar: "O'zingni obunachilaring haqida ma'lumotlari kerak.
Telegramda shunday narsa mavjud. Siz kanalingiz bo'lsa, u yerda barcha obunachilaringizni ko'rib turasiz va ularning IDlari sizga to'liq ochiq bo'ladi. Shu bilan birga nohalol kanal egalari ushbu IDlarni firibgarlarga mo'maygina daromadga sotadi. Va firibgarlar ushbu ma'lumotlarni umumiy bazaga qo'shib qo'yishadilar. Va bu narsalar qayta aylanib kelib, mana shu baza juda ham katta miqdorda turib ko'rinib turaveradi. Keyinchalik firibgarlar ushbu ma'lumotlardan sekinlik bilan birma-bir foydalanib yuraverishadi. Nima uchun Telegram firibgarlari o'zlarini shunchalar darajaga xavfsiz his qilishadi? Buning bir qator sabablari bor. Agar akkaunt boshqa davlatdan ochilgan bo'lsa, siz ularning ustidan shikoyat yoki arz qilib borsangiz ham, Telegram juda ham kamdan kam holatlarda sizni chuv tushirgan firibgarni ma'lumotlarini oshkor qiladi. Ya'ni Telegram bosh ofisiga organlar iltimos qilib, ma'lum bir firibgarni oshkor qilib bering deb zaпрос jo'natsa ham, Telegram maxfiylikka juda ham qat'iy rioya qiladi va ko'p hollarda ularning iltimosini bajarmaydi. Shuning uchun ham ko'p firibgarlarga Telegram orqali firibgarlik qilish juda ham qo'l kelmoqda. Lekin baribir kiber xavfsizlik xizmatlari ba'zi hollarda ushbu firibgarlarni shaxsiga aniqlik kiritish qudratiga ega. Lekin hozir ham juda ham ko'p botlar chiqib ketyapti. Ularni IDsi ko'rinib tursa-da, lekin ular har xilchang mukammal botlar orqali boshqa IDlardan, yashirin IDlardan foydalanib kelishadilar. Umuman olganda Telegramda butkul xavfsiz bo'lish uchun nima qilish kerak? Telegramda nastroykalarda xavfsizlik choralarini maksimal darajada kuchaytirish kerak. Agarda butkul xavfsizlikda bo'lishni istasangiz, yaxshisi Telegram orqali podpiska sotib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda nastroykalarda sizga notanish bo'lgan odamlarni, SMSlarni birortasini qabul qilmash tugmasini bosib qo'ysangiz bas. Va bot, guruh kanallarga sizni hech kim qabul qila olmasligi uchun maxsus tugmani ham bosib qo'ysangiz bas. Lekin qizig'i shundaki, bu xavfsizlik qoidalaridan o'tmagan ba'zilar Telegramdagi tungi chatlar va har xil chang nojoiz, ishonchsiz kanallarda yurganlar deyarli 70% xavf ostida. Chunki firibgarlar kanallarga va Telegram guruhlarga oddiy bir silka tashlashi mumkin. Misol uchun YouTube video silkalari yoki bo'lmasa qandaydir rasmning yoki bo'lmasa Instagram silkalarini tashlashi mumkin. Lekin ushbu silkalar boshida xavfsiz ko'ringani bilan, lekin xavfli silkalar hisoblanadi. Chunki silkalarni maxsus botlar orqali ishlov beradilar va siz ushbu silkani ustiga bosib, silka orqali video ko'rganingiz bilanoq ular sizni ma'lumotlaringizga qolaversa, sizni akkauntingizga ega chiqishlari mumkin. Buning uchun albatta Telegram nastroykalaringizda двухэтапный autentifikatsiyani yoqib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. U yerda Telegramga SMS kelib kirishdan tashqari maxsus kod terish kerak bo'ladi. Ushbu kodni faqatgina siz bilasiz va buni hatto Telegram ham bilmaydi. Shuning uchun двухэтапный autentifikatsiyani yoqib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Hayotiy tajribadan kelib chiqib aytaman. Bir paytlar yonimga bir odam iltimos qilib keldi. Uning singlisini xuddi mana shu yo'l bilan shantaj qilgandilar. Ismini aytmayman, mana shu shaxsning singlisi bir yigit bilan tanishib qoladi. U yigit bilan muloqot qiladi, u yigit bilan tanishadi. Oylar davomida ular iliq munosabatda bo'lishadi. Keyinchalik bu narsa birozgina yuqoriroq pog'onaga o'tadi. Qiz unga o'zining rasmini tashlaydi, ism sharifi, hatto tug'ilgan yiligacha hammasini aytadi. Keyinchalik ushbu qizni rasmlardan foydalanib, sun'iy intellekt orqali +18 video yasab, uni shantaj qilishni boshlaydi. Qolaversa, qiz bilib bilmasdan o'zining akkauntini buzilishiga yo'l qo'yadi. Oxir-oqibat qiz mana shu pullarni topa olmagandan keyin ushbu qizning suratlarini va u orqali yasalgan videolarni birma-bir kontaktlardagi barcha tanishlariga yuborishni boshlaydi. Va xavotir olmang, kiber xavfsizlik uni kimligini va shaxsiga aniqlik kiritdi va uni ushladilar. Albatta, lekin IDsini topish birozgina qiyinchilik keltirdi. Lekin umuman olganda Telegram moshenniklar bu shantajlarni qilmaslik uchun sizdan pul talab qilsa, pulni tashlashga shoshilmang. Chunki pulni tashlaganingizdan keyin ham ular ma'lum bir vaqtdan keyin sizdan yana pul talab qilishadilar. Oxir-oqibat ertami kechmi mana shu shantaj kompromat materiallarini tanishlaringizga baribir tarqatib yuborishadilar. Hozir sun'iy intellektlar shunchalik darajaga kuchayib ketgan, sun'iy intellekt orqali firibgarlar sizni hatto ovozli xabarlaringizni o'zlashtirishadilar. Sizning nomingizdan sizning ovozingiz bilan tanishlaringizga pul so'rab, yordam puli so'rash ham mumkin. Sun'iy intellektlar hozir shunchalik darajaga rivojlanib ketganki, bittagina rasmingizni ishtirokida xohlagan video materiallar tayyorlash ham mumkin. Qolaversa, azizlarim, kelinglar ochiqchasini aytamiz. Eng xavfli guruhlar qanday guruhlar? Bu tungi tanishuv chatlari,
giper ochiq guruhlar, investitsiya guruhlari, umuman oddiy suhbat quradigan giperchatlar bularni hammasi firibgarlikka potensiali bor guruhlar hisoblanadi. Shuning uchun siz har doim ishonchli Telegram guruh va kanallarga obuna bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz ishonchli va xavfsizroq qo'llarda bo'ladi. Agarda siz albatta mana shu kanallarda bo'lsangiz, agarda bu kanallarga kirib faoliyatni olib borsangiz, birinchi navbatda Telegram Premium podpiskasini sotib oling. Telegram Premium podpiskasi bilan firibgarlar sizni ma'lumotingizni bilishi bir oz qiyinlashadi. Telegramda yana bir sirli lekin hech kim ahamiyat bermaydigan uslub bor. Moshenniklar mana shu uslubdan foydalanadi. Bilasizlar, Telegramlarda agarda kimda kim mana bunaqa rishotkachali emblemalar bilan otini yozgan bo'lsa, bu narsaga javob beraman, bularni hammasi 100 dan 100 firibgar yoki bo'lmasa sizni shantaj qilmoqchi bo'lgan potensial odam hisoblanadi. Agar sizni qaysidir tanishingiz yoki bo'lmasam guruhlarda izg'ib sizga yozayotgan qandaydir odam mana shunaqa belgilar bilan o'z ismini qo'ygan bo'lsa, demak siz ishonchingizni to'liq 100% hosil qiling. U odam firibgar yoki bo'lmasam shantaj qiluvchi odam hisoblanadi. Va bu odamlar Telegramlarda jirkanch videolarni tarqatish bilan ham shug'ullanadi. O'z faoliyatim davomida mana shunaqa jirkanch va nohalol insonlarni qariyb 4 tasini ushlaganmiz, albatta jamoamiz bilan. Firibgarlarning yana bir uslubi bor. Agarda firibgarlar sizni ismingizni, otingizni, tug'ilgan yilingizni bilsa, ilgari bu narsa ishlaydi, hozir bilmadim ishlaydimi yo'qmi? Bittagina sizning ism sharifingiz orqali, tug'ilgan yillaringiz orqali pasport ma'lumotlaringizni bilish qobiliyatiga ega edilar. Shuning uchun Telegram opisiyaniyasida o'zingizni, haqiqiy ismi sharifingizni yoki bo'lmasam tug'ilgan yillaringizni qoldirmang. O'z kasbiga usta firibgar va hakkerlar sizning birgina shu ma'lumotingiz orqali pasport ma'lumotlaringizni bilishi umuman qiyinchilik keltirmaydi. Qolaversa, Telegramda istoriya qo'ygan payti iloji boricha o'zingizni, videolaringizni qo'yishdan ham tiyiling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sizni har bir video yoki bo'lmasa rasmlaringiz sun'iy intellektlar orqali g'araz niyatlarga ham ishlatilishi mumkin. Afsuski, so'nggi paytlar bu holatlar juda ham ko'p va keskin kuzatilyapti. Telegramda Hackroom degan yopiq guruh bor. U yerda hakkerlar mana shunaqa g'araz niyatdagi odamlarni topish bilan shug'ullanadi. O'zbekiston auditoriyasi uchun ishlaydigan Qozog'istonda ochilgan gipergruppalar bor. Tungi chatlar, tanishuv guruhlari, investitsiya guruhlari, bularning aksariyat qismi Rossiyada, Qozog'istonda, ko'pi Qozog'istonda, ba'zilari Ukrainada, ba'zilari Yevropada ochilgan. Va ularning barisi o'zbekistonlik kuratorlarni ishga olib qo'yishganlar. Va ushbu kuratorlar orqali o'zlarining o'ljalarini topadilar, juda ham ko'pchilikni cho'q tushiradilar, oilali ayollarni shantaj qiladilar, qolaversa yosh qizlarni ham shantaj qilib kelmoqdalar. Lekin ba'zi bir ahmoq kuratorlar ham bor. Pul undirishda o'zining kartalaridan foydalanadi. Unaqalar ham kerak bularning orasida. Hakerlikni yaxshi tushungan moshenniklar 100 dan 100% o'zini akkauntini yoshira oladilar. Azizlarim, shu narsani hech qachon unutmang. Telegramda sizga notanish bo'lgan odamlarga hattoki savoliga javob ham qaytarmang. Birinchi qoida shu. Ikkinchi qoida, Telegramda o'zingizni rasmlaringiz va o'zingizni ma'lumotlaringizni opisaniyada qoldirmang. Uchinchi qoida shunda, storieslarda ham o'zingizni rasm, fotosurat yoki bo'lmasa videolaringizdan umuman foydalanmang. Telegramning nastroykalarida yana bir narsani yoqib qo'yish juda ham muhim. Avtozagruska degan joyi bor. Mana shu tugmalarni ham o'chirib qo'yish kerak. Chunki agarda sizga firibgarlar qandaydir APK fayllar tashasa, Telegramingiz uni avtomatik tarzda skachat qilib birdaniga ustanovka qilmaydi. Mana shu joyini yoqib qo'yish kerak. Umuman olganda bu narsa ochiqlanmasa ham, lekin O'rta Osiyo mamlakatlarida Telegram moshenniklari orqali jabr ko'rganlar juda ham ko'p. Eski ma'lumotni aytaman, 2024-yilning o'zidayoq CBI platformasiga ko'ra deyarli 40 mingga yaqin O'rta Osiyolik fuqarolar jabr ko'rgan. Shulardan aksariyati plus 18 shantajlar bilan duch kelgan. Va bularning oqibatidan to'g'risini tan olish kerak, ko'p oilalar parokanda bo'lib ketyapti. Demak, azizlarim, biz dasturimizni yakuniga yetkazar ekanmiz. Sizlarga sihat, salomatlik va omad tilab qolamiz. Qolaversa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shu bilan birga o'zingizni fikringizni qoldiring. Siz mana shunday moshenniklar bilan duch kelganmisiz? Albatta, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha azizlarim, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda.